Demak, revolve buyrug'ini ko'rdik. Buni o'chirib tashlayman. Odilbek, tushundingmi? Bu nafaqat bizga aniq bitta chizilgan yuzani, oddiy chiziqni ham aylantirib beraveradi. Right yoki frontdan bittasini tanlab, sketchni bosamiz. Mana sketchni bosamiz va istalgan shaklni yaratamiz line bilan. Qara, chiziq bilan. Misol uchun bo'lishi mumkin. Endi qara, mana shu shaklni hosil qildim. Mana bu yerda bizada fillet degan komanda bor. Fillet yumshatadi. Mana o'tkir burchaklarni biz yumshatib olamiz. Misol uchun mana bu kirmaydi mayli. Dumaloq qilib yumshatib oldim. Endi xuddi shu sketchni prosta chiziq ko'rinishda mana qoldiraman. Top plane'ga nima chizaman? Bitta doira chizaman. Mana dumaloq chizaman. Hozir ko'ramiz nima bo'lishini. Endi revolve degan buyruqni tanlayman. Revolve bilan mana bu yuzani tanlayman revolve'ga. Mana aksisga buni tanlayman. Yuzaga bu chiziq bo'lmas ekan. Demak, aniq yuza qilishimiz kerak ekan. Endi birinchi sketchimizni yuzaga aylantirish uchun nima qilamiz? Mana bu yerda offset degan komanda bor. Offset degan komanda hamma chiziqlarni belgilab chiqqanimizda o'shani ichkariga yoki tashqariga xuddi o'ziday nusxasini yaratib beradi. Ko'ryapsizmi? Buni uzoqlashtiraman, yaqinlashtiraman. Mana. Mana bu yerda sog' bo'ling. Mana. Nusxasini yaratib berdi. Biza qiladigan ish shunchaki boshi va oxirini yopib qo'yish. Oxirini yopamiz mana. Bo'ldi. Bu yuzaga aylandi. Mana. Bitta dumaloq bor bizda, bitta yuza bor. Endi revolve komandasini bosib, yuzani tanlab, keyin dumaloqni tanlasak, mana. Nima bo'ldi bu? Ko'zaga o'xshadimi? Ko'zaga o'xshadimi? Qanday bo'ldi? Oson. Juda ham oson. Yana bir marta ko'rsatib berayim. O'lchamlarni o'zgartirib olamiz. Workspace units inch emas, bizda millimetr. Yana millimetr. Bo'ldi. Va yana bitta Part Studio yarataman. Endi siz o'zingiz osonroq qilib, mana frontdan qarab, front yuzasiga nisbatan sketch yaratib, ko'ryapsizmi Odilbek? Nima qilar ekanmiz? Ko'zaga o'xshagan shakl hosil qilamiz. Qara. Tagi bo'ladi mana. Ozgina tagi bo'ladi, keyin bu yoqqa chiqqan bo'ladi, keyin ozgina tepaga va ichkariroqqa kirgan bo'ladi. Mana balandroq qilaverasiz. Keyin bo'yni bo'ladi, ko'zani va tepasi uchun, ya'ni qopqog'i yopilishi uchun bunday ozgina bu yoqqa chiqarib, mana ana shu narsani yumshoqroq chiqishi uchun fillet komandasidan foydalanamiz. Mana qarang, hamma joyi o'tkir burchak, oddiy chiziq. Mana biz shuni yumshatish uchun nima qilamiz?
fillet komandasidan foydalanamiz. Fillet. Xo'p, bo'lish shart emas. Mana bu joyini, mana bu joyini, mana 3 ta joyini, mana 2 ta joyini uzunroq mana. Yumshatdik. 40 qilsak ham bo'ladi. Qolgan joyini kichikroq radiusda yumshatsak bo'ladi mana. Bu yog'i 3 misol uchun. Ikki deymiz. Mana, Odilbek ko'rdingizmi? Firdavs, ko'rding-a? Ko'za shaklini hosil qilamiz birinchi, mana. Mana qopqoqlari, mana yon taraflari tagi qilib, ko'zani yarmini chizib olamiz. Keyin shu chizmani yuza ko'rinishiga olib kelish uchun Odilbek, kompyuterni yopamiz. Hozir tushunmay qolasan, bajara olmaysan keyin. Keyingi buyrug'imiz offset. Offsetni mana shaklidan ham bilsangiz bo'ladi. Bu mana shu chiziqlarni nusxasini yoki tashqariga yoki ichkariga qarab mana bir xil uzoqlikda nusxasini yaratib beradi. Mana bir xil uzoqlikda qilib beradi. Xohlasangiz ichkariga, xohlasangiz tashqariga. Bu yerda siz aytasiz qanchaligini. Misol uchun menga 1 mm yetadi. Mana 1 mmli nusxasini yaratdi. Ko'rdingizmi? Ha? Endi buni liniya bilan boshini va oxirini yopamiz. Yopiq bo'lsagina bu kulrang tusga kiradi va yuza hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Buni tasdiqlaganimizdan keyin bu yuzamiz turadi shu yerda, frontda. Biz topdan qarab, mana top yuzamizga sketch yaratamiz. Dumaloq, doira. Farqi yo'q, kattaligini, hech narsani farqi yo'q. Bu prosta bizaga dumaloq yuza uchun kerak, aylantirish uchun kerak. Tushunarlimi? Va buni ham tasdiqlaymiz mana. Bizda ikkita bor. Topda doira turibdi, frontda ko'zani yarim eskizi turibdi. Ko'rdingizmi? Ana endi biz revolve komandasini bosib, avval yuzani, keyin doirani tanlaymiz. Xo'p. Mana bu yerda revolve axis degan joyda doirani tanlaymiz. Ana. Ko'rdingizmi? Oson. Qiyin emas. Bajaring.